Uchxonaga Yunusobod 10-kvartalga kelganman. 3 xona, udvoyniy zal, 92 kvadrat, kirib yashaydigan yaxshi remontlari bilan o'zini mashina qo'yadigan joylari ham bor. Chiroyli fayzli xonadan chiqqan, sizlarga ko'rsataman. Mana 4-qavat kirib kelish, mana shu ko'rayotgan stroynilar qoladi. Bu yerda aytganimdek, mana 3 xona udvoyniy zal, mana zallari ham katta, keng, remontlari yaxshi. Bu yerda mana kelin narsalar chiqib ketar ekan, men hozir qoladigan, ketadigan narsalarni sразу aytib ketaman. Mana bu detskiy degan mana shu ko'rayotgan hamma mebellar qoladi. Romlar almashgan, aboyli qilingan. Mana endi ota-onalar xonasi, родительский deymiz. Mana bu yerdagi mebellar ham chiqib ketyapti. Endi mana bu yerda mana kladovka ko'rsatmadim. O'zbeklarning kladovkasi to'la turadi. Hammom tualetlari alohida, kafelari mana yaxshi holatda turibdi. Bu yoqlar ham santexniklar ham qilingan. Endi mana oshxona. Oshxonada mana ko'rasizlar, mana stroyniy mebellar qoladi, texnikani olib chiqib ketishadi. Balkon 2 ga 6, o'tiradigan bunaqa tapchali, tagida bankalarga joylar qo'yilgan. Mana orqada ham mana g'irg'irgan Islomobod mahallasi uchastkalardan havo zo'r keladi. Gaz plita mana qoladi 5 talik ekan. Xo'p, egalar narxini o'zi 90 ming so'rashyapti, unaqa narx bo'lmaydi dedim. Ozgina tushirishdi. 87.500 so'rashyapti. Sunnatiga ozgina o't berishadi. Pastda egalar nomeri bemalol aloqaga chiqib olib baraka qilib yashaydi, tamom.